Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sardor aka, Kamil Karate bilan Odilxonni jangi bor ekanmi bugun? Odilxon o'g'ilchamni to'ng'ich o'g'lim, ya'ni bor merosimda boshi eng kattasi deyotgan o'g'limni amakisi bilan jangi bo'ladi, Kamil Karate bilan. Nasib bo'lsa omad tilaymiz aytgancha. O'rtancha o'g'lim Satori Junboshon bugun solishadi. Ikkalasiga ham omad tilaymiz. Odilxon katta o'g'lim, Satori o'rtancha o'g'lim, Tayson kenja o'g'lim bo'ladi. Monster eng kenja o'g'lim bo'ladi. Bugun ikkita o'g'limga agar yutib kelsa, Xudo xolasa topgan mashinam, uyim, joyim, merosim, bankdagi pullarim bor topgan yutganimda ashu o'g'illarimga aytaman. O'g'illarim oktagonda turib yutgandan keyin haddadan deb qo'ysa bo'ldi, ham otam deb qo'ysa bo'ldi. Bor merosimni shunga sovg'atirib o'raman. Bitta to'ng'i yigitsa bo'ldi, urasangiz qolgan narsasi kerak emas. Moshin, qizlarim, takoy, o'g'il qizlarim yurib, topgan tutganim shu o'g'illarimniki. Nasib bo'lsa, Odilxon o'g'lim обязательно yutgin. Amakingda gazini bergin, Satoring Junbosh o'g'lim. Sen ham aytgancha Samandar kichkina to'ng'ich o'g'ilchaman bugun solishadi. Hamma o'g'ilchalarimga bugun omad tilayman. Otasini topgan bor meros shu o'g'ilchalarimniki. Gazini bosdi. Mujik.